O'zbekiston vaqti bilan dasturi davom etadi. Navbatdagi lavhamiz ham sizni qiziqtirishi aniq. Chunki bu lavhamizda biz yozning shirin ne'matlaridan biri haqida so'z yuritamiz. Bu esa uzum. Uzum dasturxonga kelganda albatta birinchi navbatda uning qanchalik shirinligi haqida o'ylaymiz, lekin uning ortida qancha mehnat borligini-chi. Mana misol uchun uzum haqida yana bir qiziqarli faktni aytib o'tishimiz mumkin. Uzumni faqatgina yangi tarzda iste'mol qilish emas, bugungi kunda hattoki sharbat yoki boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarishda xomashyo sifatida ham foydalanishmoqda. Surxondaryoning Oltinsoy tumanida esa qadimiy uzumchilik an'anasi zamonaviy yondashuv bilan davom etmoqda. Demak, shu haqda tayyorlangan qiziqarli lavhani birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Xalqimiz dasturxonida uzum qadimdan baraka va to'kinlik timsoli bo'lib kelgan. Tarixiy manbalarda Markaziy Osiyoda uzumchilik bilan 1000 yillar avval shug'ullanilgani qayd etiladi. Demak, bu hunar bizning zaminimiz uchun kecha paydo bo'lgan soha emas, avloddan avlodga o'tib kelayotgan tajriba. Bugun zamonaviy yondashuv bilan uyg'unlashib, yanada katta imkoniyatlarga eshik ochmoqda. Oltinsoy tumanidagi yangi qurilish mahallasida ham bu qadimiy an'ana bugun yangi mazmun kasb etmoqda. Oltinsoyliklar xonadoniga kirsangiz, kichik uzum novdalaridan tortib, mana shunday katta bir uzumzorlarga ham ko'zingiz tushishi mumkin. Biz turgan xonadon sohiblari esa 2 gektar yer maydonda uzumning 20 xildan ortiq navini yetishtirishmoqda. Qolaversa, aynan mana shu xonadon sohiblari yetishtirayotgan uzumlarni nafaqat mahalliy bozorga, balki ikkilamchi mahsulot sifatida tayyorlab, eksportga ham yo'naltirmoqda. 1,5-2 gektar bitta xo'jalikda bir qalamchadan qilib bog' qilganmiz. Bog'ga o'zi mehr bilan parvarish berib, oila a'zolari bilan ishlab mana shu yuqori hosil olib kelyapti. Bu bog'larning tashkil bo'lganiga 46 yil bo'ldi. Bu yerda har xil navlar ekilgan, bu yerda javuz degan navi bor, kishpish degan navlari bor, toyfa degan navlari bor, kishpish degan navlari bor. Agrotexnikasi bular endi yozda bir yoqab suv beriladi, chilla suv deyiladi. Qishda bir chilla suv beriladi. Uzumlar buni olinib, qirqilib, sim bo'g'ozlarga bog'lanib, ziyoti navdalari, eski navdalar olib tashlanadi. Ularda qishda o'g'it beriladi. Agrotexnikasi bilan ishlagandan keyin mana gektariga masalan 20 tonnadan hosil oladi, yaxshi mehnat qilsa. Ho'l meva bo'lgandan keyin buning kasalliklari ko'p. Hasharotlar ko'p, parvarish kerak. Albatta buni qilmasangiz, buni o'zi bo'ladi desangiz bo'lmaydi. Bugun uzumchilik oilaviy daromad va tadbirkorlik manbaiga aylanib bormoqda. Ayniqsa bozor talabiga mos navlarni tanlash, hosildorlikni oshirish va mahsulotni saralash hamda sotishni to'g'ri yo'lga qo'yish dehqon mehnatining iqtisodiy samarasini belgilaydi. Tumanimizda 20 dan ortiq uzum navlari yetishtiriladi. Bularning ichida o'zimiz saralab aytadigan bo'lsak, mana jovuzi uzumi bo'ladigan bo'lsak, bu boshqa ko'p bog'larda yoki boshqa tumanlarda bu kamdan kam yetishtiriladi. Bu uzumni endi bobolarimiz hozirgacha aytib kelishadiki, bir bosh uzumni yesangiz, o'sha yaxshi pishgan vaqtiga 1 kilo go'shtni o'rnini bosadi degan naqllar paydo bo'lgan. Faqat uzumni o'zidan emas, bizning xalqimiz buni uzumni magis qilib yetishtirib, chetga eksport qiladi. Bu bitta uzumni o'zidan biz o'zimizda hozirgi kunda vin zavodlarimiz bor. Vino eksportlarimiz ham jahon bozoriga chiqqan bu bo'yicha. Toklar orasida yurib bir narsaga amin bo'lasiz. Yerning barakasi unga qilingan mehnat bilan o'lchanadi. Oltinsoyda toklar mana shunday meva bermoqda, ammo uning eng katta hosili mehnat qilayotgan insonning daromadi, oilaning farovonligi va hududning o'z brendiga ega bo'lishida ham namoyondir.